Bo'yma-bo'y saflan. Sani formang qani? Ustoz, men kasal edim. Kasal bo'lsang chiq o'tir. Sani krasovkang qani? Uyda qolib ketdi ustoz. Nimaga o'zing qolmading uyda deydi hozir. O'zing nimaga uyda qolmading? Nimaga shiming qolib ketdi uyda? Gaplashma! Agar tuflingni izi qolsa, o'zing tozalaysan. Xo'p ustoz. Hamma o'nga 5 kun yuguramiz. Shagon marsh! Safdan chiqma! Nag'ma qilmay yugur. Xo'p. Yon tomonga, ha, qizlar. Tizzaga urib, ha. Endi badan tarbiya mashqlarini o'tamiz. Ustoz qizi bo'ylik-ku futbol o'ynaydi endi. Ko'p gapirma, kebaqa. Mashqlarni o'rgat bolalarga. Yelkalarni 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Ey! Boshdan boshla birinchi. Boshdan 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Shunday